Mana bahor fasli ham kirib keldi. Sizni ham burun bitishi, ko'z qichishi, burunda qichish, tez ko'p miqdorda aksirish, ko'z va burundan yoshlanib qichishlar bezda qilyaptimi? Aynan bu belgilar allergiyani belgilari hisoblanadi. Bugun sizlar bilan allergiya nima va uni qanaqa qilib aniqlash mumkin va uni davolash usullari to'g'risida to'liq gapirib, shu mavzuni yoritib bermoqchiman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, allergiya to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Allergiya o'zi nima? Allergiya bu organizmning tashqi muhitdan tushgan organizmga har xil changlarga nisbatan immun javob reaksiyasi hisoblanadi. Bu qanaqa ko'rinishi namoyon bo'ladi? Organizmimizga tushgan turli xil changlar, gul changlari, hayvon changlari yoki bo'lmasa qanaqadir oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan aynan u organizmda begona jism sifatida qaraladi va bizning immun sistemamizda hujayralar tomonidan uni organizmdan tashqariga chiqarib tashlashga harakat qilib va bu bizda allergik reaksiya, ya'ni allergiya ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bizda allergiya bezda qilayotgan bilib oldik. Xo'sh, allergiyani davolamasak nima bo'ladi? Davolashimiz shartmi degan savol tug'iladi. Albatta allergiyani davolash kerak. Allergiyani davolamasak quyidagi asoratlar kelib chiqishi mumkin. Birinchi navbatda sinusitlar, ya'ni burun atrofidagi bo'shliqlarni shamollashi, gaymarit, faranjit, pansinusит kabi asoratlar kelib chiqadi. Keyingi asorat doimiy burun bitishi hisobiga quloqimizda eshitish pasayib qoladi, ya'ni quloq bitib qoladi. Buning natijasida burun doimiy burun bitadi va burun bitishi surunkali formaga o'tib qolib, surunkali burun bitishi holatlari kelib chiqadi. Keyingi asorat esa mana shu allergiya fonida bolalarimizda adenoid to'qimasining kattalashib ketishi hisobiga doimiy burun bitadigan bo'lib qoladi. Keyinchalik operatsiya qilishga ehtiyoj tug'ilib qolishi mumkin bemorlarning. Allergiya sababchilari nima? Aynan nimaga bizani allergiya bezda qiladi? Allergiya sababchilari tashqi muhitdagi turli xil changlar. Bular mavsumiy bo'lishi mumkin. Aynan bahor va kuz fasllarida o'simliklardan ajraladigan turli xil changlar allergiya asosiy manbai hisoblanadi. Va xonamizdagi uy changlari ham juda ham allergiya hisoblanadi. Undan tashqari hayvon junlari, ularning tuklaridan ko'tariladigan zarrachalar va uyimizdagi mog'or zamburug'lari ham allergiyani o'chog'i hisoblanadi. Lekin turli xil ovqat mahsulotlari ham ba'zi bemorlarimizga allergiya qo'zg'atuvchi allergiya hisoblanadi. Burun bitishi, aksirish, burundan shilliqli ajramalar kelishi bu har doim ham allergiya belgilari degani emas. Xo'sh, allergiya qanaqa qilib aniqlaymiz? Birinchi navbatda avvalambor mutaxassisga murojaat qilishimiz kerak. Ya'ni lor shifokori yoki allergolog shifokoriga. Va bu allergiya anamiz, umuman bemordan so'rab surishtirib allergiya anamiz yig'iladi. Allergiyami yoki boshqa narsami? Allergiya aniqlanadigan bo'lsa, allergiya anamiz yig'iladigan bo'lsa, keyingi navbat instrumental tekshiruvga o'tiladi. Ya'ni qonda immunoglobulin E miqdorini aniqlash. Aynan allergiyada immunoglobulin E miqdori juda ham ko'payib ketadi. Undan tashqari allergiyaga shubha uyg'otilganda albatta allergiya test, allergiya proba qilinishi kerak. Bu nimadan allergiyasida kuzatilayotgani va qanaqa davolash choralarini qo'llash to'g'risida aniq xulosalar beradi. Sizda allergiya aniqlandi, endi allergiyani qanaqa davolaymiz? Allergiyani davolashda birinchi navbatda antigistamin dori vositalaridan foydalanamiz. Bu antigistamin dori vositalar uxlatadigan va uxlatmaydigan dori gruppalariga bo'linadi. Va bu sizlarga har doim ma'lum bo'lgan, avvaldan ma'lum bo'lgan diazolin, suprasil va shu kabi dori vositalar. Hozirgi vaqtda juda ham samarali dori vositalari ishlab chiqilgan, mavjud. Allergiyada juda ham yaxshi yordam beradi va bu shifokor tomonidan individual tanlanadi. Keyingisi burun uchun ishlatiladigan burun spreylari. Gormonal spreylar bular, mometazon va flutikazon tarkibli turli xil spreylar. Bu burundagi yallig'lanishni, shishni kamaytiradi, juda ham samarali hisoblanadi. Keyingi usul burunni turli xil iliq suv yoki bo'lmasam tuzli suvli eritmalar bilan tez chayib turish ham allergiyadan qutulishga juda ham samarali yordam beradi. Keyingi eng samarali usul vaksinatsiya, ya'ni immunoterapiya. Bu allergolog shifokor tomonidan bajariladi. Sizdan aynan qaysi allergiyaga nisbatan allergiya mavjudligini aniqlab, vaksinatsiya, ya'ni immunizatsiya qilib qo'yiladi. Lekin buni o'ziga xos muhim xususiyati bor. Aynan qish faslida qor yoqqanda allergolog shifokoriga murojaat qilish kerak. Ya'ni barcha allergenlar bosilgan vaqtda aynan nimaga sizda allergiya mavjudligi aniqlanadi va vaksinatsiya qilib qo'yiladi. Bu vaksinatsiya vaqtincha bo'lsa ham 3 yildan 5 yilgacha allergiyadan qutulishga sizga yaxshi yordam beradi. Allergiya o'zi to'liq tuzalib ketadimi degan ko'pchilik savol berishadi. Allergiya bu organizm immun reaksiyasi deb sizlarga boshida tushuntirdim. Allergiya to'liq tuzalib ketmaydi, lekin yuqoridagi dori vositalarini qiladigan bo'lsak, ancha vaqtgacha allergik sizni bezda qilmaydi. Allergiyada operatsiya qilinadimi? Ya'ni operatsiya yo'li bilan allergiya davolanadimi? Yo'q, allergiya operatsiya yo'li bilan davolanmaydi.
Lekin allergiyadan keyingi kelib chiqqan asoratlar kuzatiladigan bo'lsa, albatta operatsiya qilinadi. Bu nimalar? Ya'ni burun to'siqimiz qiyshig'i bo'ladi va allergik fon bo'ladi. Bu holatda burun to'siqni operatsiya qilib to'g'irlasak, burun yo'llari keng ochiladi va yaxshi nafas olishga juda ham yaxshi yordam beradi. Undan tashqari allergiya hisobiga burun atrofi bo'shliqlarida shamollash, sinusitlar, yelin yallig'lanishlar rivojlanganda albatta operatsiya qilinib, sinusitlardan davolanadi. Va allergiya hisobiga burun bo'shlig'ida poliplar o'sib chiqadi. Bu holatda ham albatta poliplarni olib tashlash kerak va allergiyani lecheniyasini, davosini qilsa juda ham yaxshi samara beradi. Agar sizda burun bitishi 2 haftadan ortiq davom etsa, bu oddiy shamollash emas, allergiya simptomlari bo'lishi mumkin. Sizda va sizning yaqinlaringizda ham allergiya bezovta qilsa, bizga murojaat qiling, sizga malakali tibbiy yordam beramiz.